Yaxshimisizlar g'iybatchilar? Bekor o'tirgancha mashinaga qarab turinglar, o'zi chiqaman. Tuva. Bu zaman qarang, eri bormi-yo'qmi shuni? Aniq emas boja, doim har xil erkak bilan yuraydi bu. O'rasa bo'ladimi yo'qmi? Menimcha qiyin tekida mashina bo'lmini o'rab bo'lmaydi. O'ylang siz bir ayol kishi bo'lib shuni mashina bu sizga yo'q. Xuddi o'zingizda mashina bor. Eshak arabangiz ham yo'q-ku. Undan ko'ra o'zingiz oling mashina. Boja, men kim qachon olaydim? Lekin bitta texnikaga pul yig'olman. Shunga olmay turibsizmi? G'iybat bo'lmasa, lekin bitta yaxshi gap eshitdim. Nima ekan? Bir joyda aksiya bo'layotgan ekan. Bir roqda 2 quyon ursangiz bo'ladi. Yuring olib boraman. Yuring, yuring. Boja, bular nima? Boja g'iybat bo'lmasin, bu Munis savdo majmuasi tomonidan qo'yilgan sovg'alar. Sovg'a? Buni qanday yutish mumkin? Yuring ichkariga aytaman sizga, yuring. Menga qarang boja. Yana g'iybat bo'lmasin. Munis savdo majmuasiga shunday kelasiz, barcha turdagi maishiy texnikalardan shunday bitta xohlaganingizni sotib olasizda, mana shu konkursda ham qatnashasiz. Shunday xohlasangiz naqdga, xohlasangiz bo'lib to'lashga oling, farqi yo'q. Dahshat-ku. Ketdik. Boja, mana qarang, faqat Damas bilan 10x qo'yganman. Yo'q, undan tashqari 10 dan ortiq sovg'alar bor. iPhone 16, S25, keyin ana xolodilnik 12 talik, ikkita skuter, korоче, sovg'a juda ko'p. Dahshat. Eng qizig'ini aytaymi? Bu aksiya Munis savdo majmuasining barcha filiallarida. Alo, xotin, pulni olib kel. Uylagar aksiya desa o'yladi shu bizni boja. Berak. Boja, to'xtang. O'yin qachon boshlanadi? Bu ham yonda boshlanadi. Hurmatli obunachilar, 1-iyundan 30-iyungacha bu aksiya davom etadi. 5-iyul kuni xudo xolasa promil efirda g'oliblarni aniqlaymiz. Tezroq kelib, savdochilar qilinglar-da, 10x bilan Damas'chan olinglar. Omad hammaga.